Assalomu alaykum, hurmatli Shavot avtokanali obunachilar do'stlar. Bugun navbatdagi reklamamiz Tiko egalaridan 2001-yilda ishlab chiqarilgan, holati zo'r 4 dona baloni o'rtacha holatda 271 ming kilometr yurgan, 274 ming ekan. 274 ming kilometr yurgan. Bir mo'yka aytasizlar, haydab yuraverasizlar. Narx ham zo'r do'stlar, 18 million so'm narx aytib turibmiz. Bemalol ustunda kelib savdolashib olsangiz bo'ladi. Balon holatlari o'rtacha 4 sam. Kreltelari zavodskoy o'tdi. Kapot ostilari ham zavodskoy o'tdi. Hozir bu yerni ham ochib ko'rsataman. Ko'rishingiz mumkin. Tiko izlaganlar tashab ko'rsangiz bo'ladi bu videoni. Holati zo'r, motorlari zo'r. Optolemidang. Yana 2001-yilda ishlab chiqarilgan. Bir qator mo'yka aytib berish kerak. Optolemiydi, akkumulyatori zo'r holatda turibdi. Ham yashamoqda ko'rishingiz mumkin. Xullas, prямо egadan 18 million so'm narx aytamiz. Prямо egan nomerini ko'rib beraman. Bemalol telefonlashib kelishib olsangiz bo'ladi. Narxi 18 million, 2001-yil, 274 ming kilometr yurgan. Like bosamiz videoni. Tiko izlaganlarga tashakkur qilamiz do'stlar.